Assalomu alaykum. Siz Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universitetida mexanika va matematika modellashtirish ta'lim yo'nalishi borligini bilarmidingiz? Bu ta'lim yo'nalishiga abituriyentlar matematika va fizika fanlaridan kirish imtihonlari topshiradilar. Universitetimizda zamonaviy o'quv laboratoriya xonalari va axborot resurs markazi mavjud. Mexanika va matematika modellashtirish bu shunchaki yo'nalish emas, bu tafakkur tarzi, bu fan va texnologiyalar yuragida turuvchi soha. Bu yerda muammolar oddiy emas, ammo ularni yechish imkonsiz ham emas. Chunki sening qo'lingda kuch bor, bu matematika. Modellashtirish bu real hayotni formulalarida ifodalash. Bu yo'lni tanlaganlar muammolardan qo'rqmaydilar. Ular ularni tahlil qiladi, tushunadi va hal qiladi. Qurilish, suv resurslari, muhandislik bularning barchasi bizning bilimimizga tayanadi. Chunki har bir raqam bir natija, har bir natija hayot uchun xizmat qiladi. Bu yo'nalishda ijod ham, tahlil ham, sabr ham bor. Sening mehnating kelajakdagi inshootlar, tizimlar, yechimlar asosidir. Bugun sen olayotgan bilimlar ertangi katta loyihalarning poydevori. Mexanika va matematika modellashtirish ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari O'zbek Gidroenergiya, suv xo'jaligi tashkilotlarida, avtomobil ishlab chiqarish zavodlarida, yirik loyiha tashkilotlarida, qurilish kompaniya tashkilotlarida muhandis, dasturchi bo'lib faoliyat yuritadilar. Bugungi urinishing ertangi yutuqlarni boshi. Mexanika va matematika modellashtirish bu bilim, amaliyot va orzular birligidir. Tanlagan yo'ling to'g'ri, endi esa harakat qil, o'rgan, yarat. Hurmatli abituriyentlar, shoshiling, o'rinlar soni cheklangan. Biz sizlarni kutib qolamiz.